Mana jigar, nasib xudo xolasa bugun birinchi shartni boshlaymiz. Nasib. Yutqazmaydek, endi bajaramiz, nima qilamiz $100 emas uchun. Lekin $100 olishga juda ham mushtoqman. Shartlar o'ta qiyin. Hop, nima shart ekan? Senga mana qara, krupniy planda hamma narsa tayyor. Hozir ko'ramiz. Tuk jigarim. Nima balo? Bu semiz odamni semizligicha qiynash kerak degan narsa maqol. Ilonmi nima ichiga? Qimirlab turgan. Ko'ramiz. Qani ocha qol, meni qo'lim zayn. O'zingni shartingni o'zing ko'rib ol. Yana bitta ochasan. Hotdogmi? Yo'q, nima bo'ladi? Mana bu hotdog. Sharti. Bu hotdogni 8 daqiqa ichida 8 daqiqa 2 metrlik hotdogni? Eshit. Bu sinalgan usul. Bu hotdog 45 minglik hotdog. Yonida bonusiga, sen uchun bonusiga 0.5 bezgaz suv, 0.5 bonusiga bu. 8 daqiqa ichida yeb bitirishing kerak. Bo'lmaydi, 8 daqiqa. Sal insof bilan haqiqatga to'g'ri keladigan bo'lish kerak. Yarim soat degan, 1 soat degan bu 2 metrga hotdog. Agar shu hotdogni men 8 daqiqa ichida yeb bersam, $200 sanaysan. Sanayman, davay. Uni sen shart bajarganingdan keyin o'ynaymiz. Bunaqa oson usul bo'lmaydi hech qachon senga. Keyingi kadrda ko'ramiz. Qani ketdik. Mana do'stlar, biz bu shartni bajarishga ham yetib keldik. Jigarimga o'zim suv ochib beraman. Bonusiga 0.5 suv. 8 minut. Rahmat de o'zi 8 minutda 4 minut o'tgandan keyin suv ichasan demoqchi edim. 8 minut, 15 minut degan. Insof bilan biz hozir qo'y. Mana sekundamay bosib yordim. To'g'rilaymiz. Mana 0.0 turibdi. Shunda start beramizmi? Bilmadim. Tayyormisan? Tayyormisan? Yo'q. Tayyorman desang boshlaymiz. Boshla. Shunda boshladik. Vaqt ketdi. Fasi kayf bor. Uni tomosha qilish. 8 daqiqa yaxshi yeyish. Yaxshi, boshida zo'r ketyapti. Boshida juda zo'r ketyapti yeyishda. Juda zo'r, o'ta yaxshi. O'ta yaxshi yapti. Buni balki yutarmikin deb o'ylaysanmi? $100 qolamanmi? Lekin men $100 olaman deb tayyorlanib kelganman. Jigar tezlashmasang bo'lmaydi. Bizda vaqt. Bir daqiqa vaqt ketdi jigar. Jigar, qo'llab-quvvatlab turamiz. Like, comment tezdan chiqmasin. Keyingi shart qanaqa bo'lsin, qanaqa qiynaylik uni yozinglar. Yaxshi. Hotdogni ko'tarib yemoqchi bo'lyapti. Juda ham ichidan qizib, $100 bermaslikka harakat qilyapti lekin. Saskalarni yutib o'ryapti. Men og'izga sas ketdi ichkariga bo'ldi. Ishtahasiga mazza qilyapman lekin. Nasib. Men $100 olaman. Nima deb o'ylaysan? Olmayman men. Bugun ichida lekin ololmasam kerak. Chota juda qattiq qilishdi bu. $100 bermaslik uchun. $100 nasib bo'lsa ham yeb tashlayapti bor-ku. Umuman qizig'i bo'lmayapti. Bizda vaqt kam qolyapti. Davay jigar. Men senga ishonaman. Uddalaysan sen. Sen uddalaysan. Men och kelgan-o, ha? Yarmini yeb qo'ydim o'sha. Yarmini. Yarmini yeb qo'ydim jigar. Yarmini yeb qo'ydim. Yaxshi, hali vaqt ko'p. Yarmini yeb qo'ydi lekin. Yaxshi ketyapti. Ketish zo'r. Cho'tli ketish. Ichida yutqazmaslik hissiyoti. Bo'lmasa $100 beraman. Даже gapimga ham e'tibor bermayapti, bor-ku. Shefti. To'xtamay chiqyapmiz. Shunisiga maza qilyapman.
Voy, yarmi qoldi. Voy. Bizda lekin vaqt. Qoyil. Doniyor. Yaxshi ketyapsan. Aha. Soklari chiqib ketyapti, soklari. Ko'zlar vaqtda va yeyishda, yeyishda. Yaxshi. Qo'yil. Yo'llayman deb yeb tashlabdi-ku. Ancha bemalolashdi, ancha. O'ta bemalol bo'lib qoldi. Sizga tavsiya qilmayman lekin. Tavsiya qilmas ekan. O'ta bemalolashdi lekin. Chunki bizda vaqt. Mana. Shuning uchun menimcha shuning uchun bemalolashdi-da bu. Chunki boshiga qanaqadir kuchli tez yedimmi, nima deb o'ylaysizlar? Lekin yolmaslik kerak edi. Lekin umidim bor hali, yo'q emas. Balki bo'kib qolib ketmay qolar oxiri. Qusvoradigan videolar bo'lsa ham qo'yaman oxirida. Qusvorsa ham oxirida qo'yaveraman. Oxirgacha olaman qusgunicha. Balki qusar. Buklab qator qilib qo'ygan bo'lsa, ketadi bitta. Tozaladi payishdi. Toza payishdi. Nima krupniy plan kadrda olsakmi? Mana shartras qiynashishimga chili olib kelishim kerak edi. Bekor olib kelmayapman. Chili bo'lsa qiyinroq bo'larmidi, ko'proq suv ichardim. Anqayma, sen ye, vaqting kam sening. Davay, tozala. Qolmasin tarelkada. Real natija. Qo'y. Mayli. Men hisob bo'ldi deb hisoblayman. Oltin. Hisoblayman, hisob. Chunki o'zi qolmadi. Onadan ham qolmadi buning ichida. Yamlamay yutdi buning ichidagini. Bu qoldi yamlamay yutdi. Nima ham deyman. Keyingi shartga tayyor turaman. Nima ham deyman. Qoyil. Bu shartdagi taassurotlaring. Aytadi-ku. Pul jondan bo'lgan deydi-ku. Pul desa odam yeydi hamma narsani deganda, ya. Pul jondan bo'lgan deydi-ku. Salfetga ham qolmadi, salfetga ham ortib yurganda. Voy, jigar lekin qo'yil. Uyda sizlar takrorlamanglar maslahatim. Hozir bo'kda qushlarni olib bizdan qo'ying. Keyingi sharti mendan kutgansa. Sen qarab turgan endi. Jigar, men har doim qarashga tayyorman. Qarab, 05 suvlaringgacha olib kelib qo'yganman, yordam bo'lsin deb. O'zsiz deb kommentarga yozinglar. Eng qiyin shartni beramiz Sherxonga. Yozinglar. Shu menga padesga qaranglar, buni qiynaymiz. Jigar, shart bajarildi. Keyingi shartga